Bugun sizga 19 yoshdayoq xususiy samolyotda yuk tashigan 20 yoshida millionerga aylangan tadbirkorni tanishtiramiz. Aholi orasida Jobir Dubay, Jobir million nom bilan tanishadi endi. Shu gaplar o'ziga ham yetib kelganmi? Shuni aytishadimi? Ha. Oldinda kelyapman, ko'rib turibdilar. Do'li sekundlar daqiqasida Jobirxon rahmat o'g'lim dedilar. Omad ishlaringga bu hammasi oldin dedilar. Jobir aka bilan birga ishlash nima beradi? Masalan, menga shaxsan menga o'zim mashina berildi. Umraga borib keldim. Men bilan birgalikda mana o'quvchi boryapti, qorovul boryapti. Yiliga 5 kishi umraga boradi. Oltita menejerimizga birdaniga mashina berdik. Amir Temurning gaplari bor-ku, bizni kimligimizni ko'rmoqchi bo'lsang, biz qurgan imoratlarni ko'r. Güzel bo'ldi-ku. Dubayda yurganlarim yoshligimda o'sha 95-yildagi Yevropaga borganim. Men Dubay partnyorim, mana shu odam bilan juda ham ko'p ishlaganman. Bu tekstilchilarning eng kattasi edi. O'sha Namanganlik tekstilchilarga mana shu odamdan ko'p material olib, nima qilganmiz? Qarang, nima qildi 20 yoshgina yigit ekan. Jonim, O'tiring. jonim, ona. Salom sonajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Jonim, ona. Yaxshi o'tiribsiz, onajonim? Go'zal onajonim. Chiroyli onajonim. Dubaydagi biznes faoliyatimiz u mahalda shu oldi-sotdi bo'lgan asosiysi. Qurilish kompaniyasi ochdik, undan keyin Dubayda yaxshi ko'rsatkichlarga erishdik. Necha marta zapretga tushgansiz? Jobir akani ko'rib turasizlarmi doim? Qanaqa rahbarlar? Kompyuterlarga rahbarlar deng. Shu maktabimizning qorovulxonasida ikkita qo'shni joy bor edi. Ularni rozi qilib, ularga boshqa uy olib berdim. Davlat bilan shunaqa zo'r muvaffaqiyat ushlab turish uchun qanaqa kelishuvlar bo'ladi? O'zi biladimi shunaqa kelishuvlar qanaqadir?